Assalomu alaykum Anvar aka, tushunsiz? Rahmat, tinchmisiz-ku? Rahmat. Aka, bu Jiguli deding. Akamatirni o'tirib qoldi. Nima keyin akamatirga ko'rsatdim, mana ketdan saralar yo'q. Bilishni taniydi aka. 13,5 to'k beryapti-da. Ashunga ko'rsatib, akamatir ko'rsatgan dedi, ashunga ko'rsatsa bo'ladimi aka? Dinamni ko'rsatib yuboring, tushunadi. Ha, bo'ladi. Ha, oboqim bo'laverami aka? Menga olib kel, men o'zingiz chiqsangiz ham bo'laveradi. Qanaqa qilib qoladi uni aka? Akilmatirni chiqarib turib, qo'y yog'i bormi-edi? Aptol yog'i? Qo'y yog'i, qora qo'chqor yog'i. O'shani polni surkab turib, chiroyli qilib o'rab qo'yasiz ertalabgacha. Akilmatirdimi? O'rab qo'ysangiz, ertalabga zo'r bo'lib qoladi. Nodir aka. Hayron bo'ldim. Aka, siz Rahmat aka. Aka, elektrikni ham nomeri 0707 deb bu yoqdan ishlar bo'lyaptimi?